Hormanglar, mana kuzatuvchilarim, mana endi mani sevimli Portugal atirimizni ochib sizlarga ko'rsatib beraman. Ichida nima mahsulotlari borligini. Shunaqangi hidlari, shunaqa zo'r idishini qarang, asalligini. Buni qopqog'inimda ko'tarib mana endi ko'rsatamiz. Dadadam dedi. Mana ko'ryapsizlar, taklifnomalari bor. Bu atir o'zi Faberlic kompaniyasining prezidentining yubiley to'yiga zakaz sifatida ishlab chiqarilgan. Yubiley to'yiga taklifnomalar bilan har bitta yubiley to'yiga kelayotgan har bitta insonga mana shu taklifnomalar ichida jo'natilgan. Xuddi shu atir, xuddi shunaqa qilib. Yubiley to'yiga kelgan. Bu atirdan sпрос juda ham ko'payib ketganligi uchun, har bitta klientga, har bitta mehmonga yoqqanligi uchun bu atir davomiy ishlab chiqarilyapti. Xullas, hammaga tavsiya etaman shu atirimizni, ko'ryapsizlar, asalligini. Mana sevganda ham shunaqa hidlari приятный. Har bitta ayol o'ziga shu atir ravo ko'rib ishlatish kerak. Hammaga tavsiya etaman.